Men munofiq emasman deb shallaqlik qildingiz kecha. Nimaga bugun hozir mana foshlik qildingiz? Shallaqlik bo'ladi. Abror aka, shallaqlik qildingiz kecha. Xafa bo'lmang. Samimiy gap aytolma, yuragimdan aytolma. Meni bilasizmi? Men hozir sizga dushmanlik qilmayapman hali ham. Siz shuni bilasiz, aqlingiz aytayapti. Barno menga dushman bo'ldi. Chunki men sizga, конечно, men sizga telefon qildim. Olmayapsiz. Olmaganingiz uchun. Uxlab qoldim. Hozir turdim. Menga qarang. Abror aka, men sizga kecha aytdimmi shu gapni? Qilmang. Abror aka, men sizga dushman emasman, hali ham do'stman. Agar hozir men menga qarang, Abror aka, bunaqa gap bilan tushunyapman, bo'ldi. Men xato qilyapman. Lekin seni gapirmadim san. Menga naplivat kim nimadir o'ylashi meni. Men faqat Malikaga menga tuhmat qilmang dedim. Boshqalarga nima desiz deyvering. Men sizga aytolmanki, menga bu yoqda boshqacha gapni gapirib, yoqqa o'tib, Zaynabni bloklayotganingizda Zaynabga boshqa gapni gapirib o'tirmang. Qarang, Abror aka, shu narsa keyin yaxshi ish bo'lmaydi dedim, to'g'rimi? Agar qo'lingizdan kelsa, mard bo'ling deb to'g'risini ayting, ayb menda deb ayting. Agar qo'lingizdan kelmasa, menga chaplamang dedim, to'g'rimi? Nima deysiz-ku? Nima urubingni nol, dunyo qarashini nol deysiz, o'shalardan ham pastda turibsiz. Sizni gapirishga hozir anaqa yo'q. Uyaling, men sizni zo'rg'a sizlayapman hozir. Meni ko'rgansiz, sizga nisbatan nohaqlik bo'lganda meni ko'rgansiz mana. Meni hech kim to'xtata olmagan. Men uxlamaganman, kechasi kunduz uxlamaganman. Nimaga o'sha ishni menga qilasiz endi? Sizga qilganingizda, sizga botganda, Abror aka, nima uchun meni aldayapsiz? Men qo'rqdim undan tarqatib yuborishidan. Menga qarang, erkak kishisiz, mard bo'ling. O'sha rahmatlar bilan sammanga bordim-ku. Nimaga siz qo'rqib turib, bitta Zaynabdan qo'rqib turib, meni bunaqa tikib yuboryapsiz? Nimaga? Men xato qildim. Senga qarayman, bo'ldi. Senga xato qildim. Seni tikkanimga yana qaytib aytayman. Senga qarayman, bo'ldi. Qancha qildim siz? Buni bilasiz siz buni. Lekin qanaqa qilib, menga agar siz shu ishni qiladigan bo'lsangiz, men sizni prosta tak hech kim to'xtata olmaydi. Siz yoningizda o'tgan hech kim to'xtata olmaganda, sizga qarshi chiqadigan bo'lsa, hech kim to'xtata olmaydi. Lekin agar men sizga dushman bo'lgan taqdirimda ham, ana eng iplos podli ishlar bilan, men u odam deb hisoblamayman degan odamlarim bor-ku, noto'g'ri yo'lda, ular noto'g'ri, ular adashganlar deb biladigan odamlarim. O'sha odamlarim bilan do'st bo'la olmayman sizga qarshi chiqish uchun. Men bitta o'zimni kuchim yetadi. Sizni joyingizga sindirib o'tkazib qo'yishga bitta o'zim mardlarcha men sizni qila olmayman shu ishni. Meni qilmang. Meni dushman qilmang o'zingizga. Xohlamayman. Tushunasizmi? Xohlamayman. Nima uchun? Men sizni hazrat shogirdlari yoki bu ilm ahli deb emas.